Tinchlikmi? Nimani gaplashyapsizlar? Samirani uzatyapmiz aka. Kuyov zalda o'tiribdi. Tushunma, o'ngimmi? O'zingdan otamizga yasavobsanmi? Samirani taqdirini minutda hal qilyapsanmi? Sulton bas qil. Samirani o'zi qani? To'yga rozimi? Bunisi bilan ishingiz bo'lmasin. Nega ishim bo'lmas ekan? Samira, meni ham singlim. Samira singlingizligi esingizga tushib qoldimi aka? Ey, Bo'ldi bas. Men hali o'lganim yo'q. Kiring. Kamron seni suhrobga uzatib bormoqchi. Nima? Ular zalda o'tirib, seni taqdiringni hal qilishyapti. Senga baribirmi? So'z beraman. Qizingizni menga uzatsangiz pushaymon bo'lmaysiz. Samira dunyodagi eng baxtli ayol bo'ladi. Meni alohida uyim bor. To'yni o'sha yerda qilamiz. Gapim gap. Ota-onam ming qarshi bo'lsa ham bu to'y bo'ladi. Faqat Samirani menga berishga rozi bo'lsangiz bas. Otasidan keyin oilamizni boshi Kamron bo'lib qoldi. Kamron nima desa, shu. Yo'q deng aka.